Ho'p, bismillah. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Revit Marafon ustidagi 7-darsimiz va 7-qismi bo'ladi. Inshaalloh oxirgi qismi bu qismi. Keyin demontaj planiga o'tib ketamiz. Ya'ni shu darsimizda обменный planni yakuniga yetkazib qo'yamiz. Nasib qilsa, xo'p qaranglar. Sizlar bilan qat'iga yetib kelgandik. Devorlar chizdik, oynalar qo'ydik, markalarni qo'ydik. Ya'ni H podokonniki 106 santimetr yerdan, H verx 2560, ya'ni 256 santimetr. Bularni ma'lumotini berdik. Xo'p, qaranglar, devorlarni razmerini berdik. Bunda ham balandligi bor. Hop, prayonlar balandligini berdik, razmerlari berilgan. Hop, bunda ham bor. Shaxtamiz bor, razmeri bor. Hop, bizda xonalar balandligi berilmabdi. Xonalar balandligini ko'rib olish uchun hop, modeldan bu bittasiga o'tsa bo'ladi. Bizda chornovoy poldan plitani tagigacha o'lchaymiz. Hammani hammagacha. Hop, shunda bizda 3080. Yo'q, nega bunaqa bo'lyapti? Ular sindirib qo'ysa bo'ladi bunaqa qilib. Ctrl Z qilib pastga sindiraman. Chornovoy polligini. Biz hozir manimcha plita qo'ymaymiz tepaga. Plita qo'yishimiz kerak. Hop, bu plitani ushlab turib, hop, kopiya qilaman. Kopiya qilib turib, низ перекрытие, ya'ni перекрытияni pasti degani shu перекрытияmizni tagiga shu yerda bo'ladi uni. Olib chiqib qo'yamiz. Bo'ldi. Unda esket qilaman. Endi razmer olamiz. Hop, mana bu joydan mana bu yergacha shuning uchun ekan. Hop, endi mana yerga tekstni mana bu tekstni yozamiz. H mana ruscha bo'lib qolibdi. H помещение равно 3300 millimetr. Unda 3 bormi bizda? 3,5 bor ekan. Vroде 3,5 bo'ladi. Hop, bu joyga qo'yamiz. Hop, qaranglar, o'zi hamma joyda bir xil bo'ladi-yu xona balandligi, hamma xonaniki desanglar, ba'zida 2 santimetrgacha farq qilishi mumkin. Shuning uchun har bitta xonaga alohida qo'yganimiz yaxshi. Mana ushlab turib kopiya qilaman endi. Masalan, ba'zi joyda bo'ladida 3315, ba'zi joyda 3295 bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni 1-2 santimetr plitani egilgani hisobiga shunday bo'ladi. Hop, bir ochiqroq joyga qo'yamiz. Bu marta tursa ham bo'ladi. Hop, buni qo'ydik. Bizda Merni planni spetsifikatsiyasi bor. Deyarli 42 kvadrat turibdi. Hop, endi qaranglar. Biz bu joyga примечание olib kelib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu joyda biz H помещение 3300 millimetr deyapmiz. Bu qayerdan boshlab hisoblangan shularni bir qator ko'rsatib o'tib ketishimiz kerak. Men pastga tayyor olib kirib qo'ydim. Boshqa faylimdan sizlarga tashlab beraman bu faylni. Hop, qanaqa qilib olib kirsanglar bo'ladi. Hop, misol uchun trassada, misol uchun buni ichiga kirib turib, Ctrl A qilasizlar, Ctrl S turib, kopiya qilib turib buferga. Keyin o'zinglarni proyektlarga o'tasizlar. Misol uchun bitta men yangi sozdать qilaman. Proyekt qilib turib, misol uchun sizlar endi o'zinglarniki turadi, bu yoqda meniki turadi. Keyin bu joyda tekst qilib turib, Ctrl V qilsanglar tushadi mana. O'chirib turaman. Shunday qilib olib kira olasizlar. Men beraman bu faylni sizlarga. Bo'ldi, buni hali yana tortamiz. Nima qilib qo'yamiz. Hop, endi tepasiga biz bu примечаниеligini bilib qo'yishimiz kerak tekstda. Tekst ezib turib yozamiz ni eslatma. O'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Eslatma bo'ladi. Примечаниенiki eslatma emas. Bas shu примечание bo'ladi o'zbekchasi. Hop, qaranglar.
ikki yarim жирный bormi? Mhm. Tomonlar yaxshi. Mashinalar balandligi bor. Endi qaranglar. Biz nima bilan ajratishimiz kerak edi, to'g'rimi? Hop, bu bizda betonnoy stena, betondan qolganlari gazoblok. Endi buni qanaqa filtratsiya qilamiz? Buni ezib turib ustiga bitta betonnoy stena bor, описаниесida. Sizlar bilan filtr yasagandik, to'g'rimi? Hop, filtrga kirib turib, mana обмерный planni ushlaman. Filtr buni shablon vidasi bor. Shablon vidani ichida biz filtrlar yasagandik. Mana betonnoy stena turibdi. Betonnoy stena bu secheniya ya'ni qisqa planda qirqimda ko'rinadi, to'g'rimi? Bu liniyasi qanaqa bo'lishi, bu shtrixovkasi qanaqa bo'lishi. Liniya bu devori burchagi, ya'ni devori eng qirra joylari, shtrixovka bu o'rtasi. Hop, o'rtasida biz qilsak bo'ladi. Mm, Strixovkasini qanaqa qilamiz? Hamma joyda o'zi betonniki bor. 1,5, 2, 3 ni 2 qilib ko'rsak, 1,5 qilib ko'raylikchi, ya'ni. Sal qoraytiramiz. Qoraydi. Endi zatniy fonini seriyroq qilamiz. O'qisa ham bo'ladi. Yoki orqa fonini qoraroq qilib turib, oldi foniga qarab bersak, o'qisa ham bo'ladi. Qani qilib ko'ramiz. It's okay. Qorayib ketdi. Значит, orqa fonini seriyroq, oldi fonini o'qisachi. Buniyam 3 qilaylik. Okay, okay. Ana nimadir chiroyliroq narsa chiqdi deb o'ylayman. Hop, ya'ni betonniki bildirib qo'ydik. Endi bu tomonda bo'lsa, bizda gazoblok, gazoblokka ham alohida sovurishimiz kerak. Undan oldin devorni ushlab turib, biz описаниесini ko'raylik. Bu kirpich bo'lib qo'ygan ekan. Buni gazoblok qilib olamiz. Gazoblok Ctrl C qilib olaman. Okay, okay. Qaranglar, bunga hali filtr yasamaganda, shuning uchun filtr yasaymiz oldin. Примерный plan. Hop, filtrga kiraman. Filtrga kirib turib, изменить создать kiraman. Bitta narsanadan kopiya olsak bo'ladi. Hamma kopiyasi. Перевод qilamiz. Hop, mana betondan stena bir bo'lib qoldi. Buni endi hamma joydan reanimatsiya qilamiz, ya'ni nomini o'zgartirish. Hop, gazobeton qilamiz. Gazoblok qilaylik. Gazoblok. Okay. Hop, hammasi turaveradi. Описаниесini bo'lsa, betondan stena emas, gazoblok qilib qo'yamiz buni. Tayyor bor. Hamma joyda eshitsanglar, o'zi o'sha hamma kirpichlarni описаниесini o'qib chiqadida, mana bular bor ekan, qaysi birini tanlaysan deydi. Biz mana buni tanlaymiz deymiz. Okay qilamiz. Endi добавить qilib turib, yangi создать qilgan, yangi o'zimiz tuzgan filtrni bu yoqqa olib kirib olishimiz kerak. Gazoblokni okay qilamiz. Kiradi. Endi shtrixovkasiga o'zi eski shtrixovkasi qanaqa turadi ekan? Yiqilibdi, ko'raylik. Hop, kirpich tik turibdi ekan. Hop, oldi shtrixovkasi, ya'ni liniyalariga biz tanlaymiz. Kirpich tanlasa ham bo'ladi. Kirpichniki ham parallelniy chiroyli liniyalar. Hammani tanlab turib, liniyasini liniyasini ham shunaqa qilsak bo'ladi, farqi yo'q. Yoki buni liniyasini qoraroq qilsak bo'ladi. Buni zatniy fonini oqroq qilsak bo'ladi. O'zinglar ko'rasiz, qaysi biri ma'qulroq bo'lsa shunaqa qilib ko'rasiz. Проверить aka. Mana. Qaranglar, bu o'zgardi, to'g'rimi? Hozir shu bo'ysunyapti xolos, chunki mana bu devorlar описаниесiga hali biz gazoblok deb yozib chiqmadik.
Izmeni tip qilaman. Описанияsiga gazoblokni kopiya qilaman. OK qilaman. Endi o'zgaradi. Mana buniyam вообще описанияsi yo'q ekan. Qo'yamiz. OK. Hop, qolganlari hammasi bo'ysundi, to'g'rimi? Hop, qaranglar, endi bizda hozir xuddi AutoCADda chizilgandek qolib qoldi. Mana bu joyda devorlar tutashib ketibdi-yu. Hop, buni endi qanaqa qilib yechim qilsak bo'ladi? Mana bu joyda соединение sistem bor. Shuni qo'yaylikchi bu yerga. Под углом press. Bir tomonni ajratib olganimizda hozir. Ishi. Mana shunday turib tursin hozir. Bu yoqqa olib kelib, buni bu yoqqa olib kelamiz. Yana birlashib qoldi. Meni соединение qilish kerak. Yoqib turib, отменить соединение qilamiz. Olib kelamiz bu yoqqa. Buni ushlab turib, отменить соединение qilamiz. Hozir bizda pastga DVG faylimiz turibdi. Mana bu sariq. Shu DVG faylni ham ko'rinmaydigan qilib turamiz. Ko'rinmaydigan qo'yish kerak o'zi. Kerak bo'lgan payt ochib turaverasiz mana. Kategoriya model, kategoriya annotatsiya, bular ko'rib chiqqan deydi mana javob berishini. Endi mana bu joyda to'rtinchisi 1, 2, 3 to'rtinchisi shunaqa import qilingan shu DVG fayl, rasm boshqalarga javob beradi. DVG fayliga asosan buni показывать o'chirib qo'yamiz. Ya'ni ko'rsatmaslik qilib qo'yamiz. Men OK qilaman. Bizda уже DVG faylimiz ketdi. Hop, qaranglar. Biz уже bo'ldik ko'p narsani. Buni mana преопределение qildik grafikasini. Endi qaranglar. Endi nima qilishimiz kerak sizlar bilan? Buni misol uchun mana bu qizil narsa salondan, mana bu narsa betonniy stena, mana bu gazoblokni berib ketishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz legenda degan narsa ocha olishimiz kerak. Hop, legenda qilaman, создать legenda qilaman. Hozir qilgan ishingni сохранить qilib qo'yasanmi? Ancha bo'ldi deyapti. Ha deyman. Bu legenda bir emas, shuni обмерный план deb yozamiz. Masshtabi 1/20. 1/10 1/20 qilib ko'raylik. Qaranglar. Hop, endi bo'm-bo'sh joyga kirdik biz. Nimadir yozib ko'ramiz. Misol uchun tekst qilib turib. Hop, обмерный план. Обмерный plan deb turib. Hop, endi uni oldiga qanaqadir annotatsiyaga o'tib turib, oblast olamiz. Annotatsiyaga o'tasizlar. Tekst turay uni. Annotatsiyaga o'tib, oblast bor, цветовая oblast bor. Shunga kirib, hop, misol uchun nimadir chizdik, to'rt burchak, to'g'rimi? Buni o'zgartiramiz nimagadir. Endi qaranglar. Biz mana bu legendani qilib oldik. Endi buni X turaman. Обмерный planimizga olib kirib ko'ramiz. Masshtabini ko'rish uchun. Legendani ochaman. Обмерный plan degan ochildi. Bu yoqqa olib kiraman. Bu bizda zo'r, lekin 1/20 вообще четкий bo'lib. Endi buni ustiga ezib turib, открыть вид qilaman. Ochiladi. Shunda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa devorimiz, kolonnalarimizni endi yozib tutamiz. Misol uchun mana bu joyda mana bu narsa betonная stena deb yozamiz. Qaranglar, misol uchun nima qilamiz? Hop, изменить tip qilaman. Kopировать qilib turib, betonная stena deb yozib olaman. Betonная stena. OK qilaman. Naryoqdagi betonniy stenamizni qanaqa edi strixovkasi, shuni belgilaymiz hozir. Mana bu железный beton 2 edi, adashmasam. OK qilamiz. OK qilib turamiz. Hop. Qator ko'rib olsak bo'ladi. Qanaqaligini. Filtrga kiramiz. Betonniy stena ichiga kiraman. Hop, mana bu железный beton verx 2 ekan. Rangi 230 ekan. Bu 128. OK. 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 Hop, kirib olamiz. Bizda 2 to'g'ri turibdi.
Mana bu joyga добавить qilib qo'ydik-ku buni oldingi rangni. Shuni tanlab turib OK qilaman. Orqasi образец фоновой заливкini splashnoy zaливка qilaman, ya'ni butun orqasini qoplasin shu rang. Qaysi rang? 128, 128, 128. OK. Demaymiz, OK. Mana chiqdi bizda. Mana. Endi bu betonная стена yoki nесущая стена desa ham bo'ladi. Betonная deb qo'yaylik, betonная стена. Oldiga chiziqcha qo'yib qo'ysak bo'ladi. Turib mana. Hop. Endi mana buni ko'rib olishimiz kerak. Unda qanaqa qiluvdik? Filtrga o'tamiz. Gazoblok. Изменить связаться qilib ko'rib olaman. Mana bu joydan ko'rsam bo'ladi. Hop, 90 90 90 ekan. Shtrixovkasi kirpich 3,5. Orqasi 192 ekan. 90 90 ni добавить qilib mana bu joyga olib kelib olamiz. OK qilamiz. Bu kirpich 3,5. OK. 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 Hop, endi mana bundan kopiya olamiz. Kopiyani bundoq qilib turib olsak bo'ladi. Qilib turib, изменить qilaman. Kopировать qilib turib, ya'ni buni o'zini o'zgartira olsangiz, mana bu o'zgarib ketadi. Shuning uchun kopировать qilib turib, nima qilishimiz kerak? Gazoblok qilishimiz kerak. Gazoblok. OK qilib turib, mana bu yerga kiramiz. 3,5 deb yozishimiz kerak ematga. 3,5. 3,5. Hop. Mana bu shekilli, vверх. OK. Keyin buni sveti qanaqa bo'ladi? Svetda bo'ladi, mana bu svetda bo'lyapti. Hop, splashnoy zaливка orqasi ichida 90 90 midi? 090 090 090. OK, применить OK qilamiz. Orqa rangi boshqa ekan. 192, bu 90 ekan bo'ldi. 192 orqasi. Hozir ko'rmay qoldi. Shunaqa qilganimiz. Kiramiz ustiga deb. Splashnoy zaливка mana bunda. OK, OK, OK. Mana bo'ldi. Hop, endi buni misol uchun gazoblok yozib qo'yamiz. Gazoblok. Endi kolonnalar qo'yishimiz kerak. Hop, yana buni kopiya qilib olaman. Qilib turib, hop, mana bu joydan boshlab mana bu yergacha qilsak, mana bittadan yopishib beradi. Hop, endi kolonnani ko'rib olishimiz kerak. Kolonnani biz qayerdan to'g'irlagandik? Mana bu joydan to'g'irlagandik, to'g'rimi? Mana bu joyga kirib turib, hop, kolonnani nесущая kolonna qani? Hop, ustidagisi razrez вверх 1,5. Beton razrez вверх 1,5. 0,64 0,64 ekan. Hop, tagi 128 0,64 0,64. Razrez beton вверх 1,5. OK, OK. Hop, kirib turib, mana buni ustiga kiramiz. Изменить tip qilib turib, nесущая kolonna. Nесущая kolonna. O'zi deyarli hamma kolonna nесущий bo'ladi-yu. Men shu yuk ko'tarmaydigan kolonna ko'rmaganman. Hop, qarang. Mana bu joyiga razrez deb yozaylik. Beton razrez 1,5 edi. O'qitib chiqmadi. Beton razrez вверх 1,5. OK. Orqasi mana bu tsvetda. Qarang, OK qilaylik.
Nega ko'rinmadi hozir? Izmenить, bir yarim. Sal liniyalarni ko'rinadigan qilishimiz kerak, qaranglar. Hop, obmerniy plan kiraman. Hop, mana bu joyga kirib turib, liniyalarini 0.64 emasdi, shunaqa qilib qo'ysak. Endi sal ko'rinyapti. Buniyam o'zgartiramiz. Ichiga kirib, hop, mana bu 128, 0.64, 0.64, 64, voy, 64, 64. Okey. Orqasi shunaqa, oldingisi mana bunaqa. Mana bo'ldi. Endi buni tekstini kopiya qilamiz. Buni kolon kolonna deb yozamiz. Yoki ne sushaya kolonna. Ne sushaya. Ya'ni yuk ko'taruvchi kolonna. Yo'q qilamiz. Hop. Endi bizda yana nima qoldi? Endi amberniy planda kerak bo'lmaydigan narsalarni o'chirib qo'yishimiz kerak. Keyin qo'yganimizda ko'rinib qoladi. Masalan, hop qaranglar. Nimalar bizga kerak bo'lmaydi? Santexnika kerak bo'lmaydi. Оборудование ham kerak bo'lmaydi. O'chiramiz. Hop, shkaflar kerak bo'lmaydi. Mana bu elektr narsalar kerak bo'lmaydi. Hop, maxsus оборудованиеlar kerak bo'lmaydi. Специальный оборудование. Pandus, o'zi осветительный pribor kerak bo'lmaydi. Mm, Kolonna kerak, armatura kerak. Karkasniy sushishi kerak bo'lishi mumkin. Rikellar qo'yganda дорожки, знаки zone, gemplan. Bular вообще так bo'lsa ham farqi yo'q ekan. Okey. Hop, endi qaranglar, bizda nimadir yetishmayotganga o'xshayapti. Bu soya albatta. Soya bo'lmasa, bizda 2D avtokatta qolib qoladi. Endi soyani to'g'rilaymiz. Hop, mana qaranglar, hozir mana bunaqa holatda turibdi. Oddiy. Endi soya to'g'rilaymiz. Qanaqa qilamiz? Kiramiz. Bu joyda teni bor, ya'ni soyalar. Hop, endi mana bu yerga kirib turib, hop, освещениеga kiramiz ekan. Teniga hozir ruxsat bermayapti. Chunki teniga nimagadir o'zgartirishga ruxsati yo'q. Menimcha bu освещениеni hop, teni bunaqa qilib turamizmi? Применить qilib turay, okey qilib turib. Teni teni bekitib turibdi. Отображение modelida bundan emas. Hozir. Do'stlar, to'g'ri shundan ekan. Mana bu joyda отображение modelida, ya'ni modellar ko'rsatishda hamma narsa karkas bo'lib qolgan ekan. Shunga e'tibor bermabman. Bu skrytая liniya turishi kerak, chunki karkasda soya ko'rsata olmaydi-yu, skrit bo'ladi. Hop, shuning uchun skrytая liniya yoki zaливка tursa ham bo'ladi. Bu skrytая liniya turib tursin hozircha. Okey qilamiz. Endi tenga ruxsat beradi. Hop, bizga отобразуемый teni kerak, ya'ni o'sha jismni o'zidan otadigan soyasi. Естественный ten qora qilib qo'yadi, bo'lmaydi. Okey qilamiz. Применить qilaylikchi. O'qitdik, mana bizda mana bunaqa soya vujudga keldi. Endi buni to'g'irlashimiz kerak. Qanaqa qilamiz? Kirib turib, teniga kiramiz. Yo'q, endi освещениеga kirishimiz kerak. Hop, bu hop 30 ekan. 30 emas. Hmm, 0 qilib turaylik. 0, 0 ni 15 ko'ramiz. Qanaqa bo'larkan? Bizda ancha siyraklashib ketdi. Hop, endi qaranglar, bu
uzoqqa o'tayotgan sababi quyoshimiz pastroqda bo'lib qolgan. Shuning uchun stansiya ishiniga kirib turib, buni 135 asti 165 ga shirotani 20 qilib turamiz. Временец qilsak-chi, qani ko'ramiz. No, вообще-то более-менее yaxshi bo'ldi. Lekin listi buyog'iga o'taveryapti. Kirib turib, освещениеga. Hop, nulevая плоскость olib qo'ysak bo'ladi. Unda qanaqa bo'ladi? Tashqariga soya otmaydi, faqat ichkarida bo'ladi. Bizda вообще-то shunday tursa ham bo'ladi. Va lekin tashqariga ham otib tursin desanglar, unda освещениеga kirib turib, hop, sensor osvещениеga kirib, buni yoqamiz. Hop, buni 170 ga 170 ga 15 qilib turaylikchi. Qani. O'zgartirib ko'raverasizlar, farqi yo'q. Shunaqada ham sal-pal normalniroq bo'larkan. Masshtabni ozgina kichraytirsak bo'ladi, misol uchun 37mi? To'xtang, hop bizda necha edi? 36 ekan. 37 qilsak, shunda sal-pal sig'di. Вообще-то yaxshi, lekin soyani sal chaproq yotgani yaxshiroq edi. Shuning uchun yana освещениеga kiramiz. Buni 160 ga 20 qilib ko'raylikchi. 150. Hop, sekushiy diapazon 1200 ga turibdi, yaxshi. Hop, soyalarni rasmiy to'g'ri. Освещение 0015. Hani 10, 50, 10 qilib ko'raylikchi. Ancha siyriylashib ketdi yanayam. Ko'ringlar qaysi biri yaxshiroq bo'lsa. Buni 160 ga 25 qilib ko'rsak, ancha tikka bo'lib ketar ekan. 160 ga 15 qilsak-chi. Menimcha shu yaxshiroq bo'ldi ancha. Hop, soya juda ham ocharib ketdi. Освещениеdan buni 30 qilaylik. Вообще-то yaxshi bo'ldi. Bu shaxtamiz juda ham baland qilib yuborganimiz soya berib qolyapti. Shuni pasaytirib qo'yaylik. Вообще-то bilinmaydi u shaxta balandmi, pastmi. Baribir vaqtinchalik konstruksiya bu. Bunaqa model qilish ham shart emas edi. Bo'yini 1 metrlar qilib qo'yib turaylik. Mana. Buni soyadan xalos bo'ldi. Ayniqsa biz shaxtani qilishimiz kerak. Shaxta qilib ketibdi-yu. Hop, mana bu joyga endi shaxtani qo'yishimiz kerak. Kopiya qilamiz. Hammaga. Delete qilamiz. Hop, shaxta qilish uchun hop, buni delete qilib turib, buni nima qilamiz? Liniya ushlab. To'xtanglar. Boshqa kopiya qilamiz. Hop, buni granitsasini to'g'rilaymiz. Buni o'chiramiz. OK qilamiz. Endi buni qora qilib qo'yishimiz kerak. Bizda qora bormikan? Qora bo'lmasa, o'zimiz yasaymiz. Kopiya qilib, черный. OK. Hop.
Rossiya, okey. Oldi fonni qilaylik. Oldi fonni qop-qora qilamiz. Keyin bu yog'iga oddiy liniyadan bundoq qilib chizib qo'ysak bo'ladi. Endi buni kopiya qilamiz. Eskit qilib turib, shaftada yozib qo'ysak bo'ladi. Okey. Hozircha hamma narsa to'g'irladik. Soyalar bor, xona balandliklari bor, примечаниялар yozdik. И kvadratura bor. Mo'yinlar обменный planimizni o'zi tugadi. Mana bu joyda mana уже xato chiqyapti. Nomer listada bu joyga faqat nomer bo'lishi kerak edi. Nima list to'g'irlab tashlab qo'ymaslik. Hozircha shunday ekan. Endi buni PDF qilsak bo'ladi. PDF qilib kurs loyihasi обмерный plan. Hop, biron joyga saqlanib ko'ramiz. Рабочий stolga. Sizlar o'zinglar papkalar qilsanglar bo'ladi. Bu tekushakni turaveradi. Bu по размеру lista. Buni oxiriga qo'yamiz. Ya'ni prezentatsionniga qo'yamiz. Svet turadi. Qolgan joyi shunaqa tursa bo'ladi. Eksport qilamiz. Keyingilarga shuni qo'llaymi deyapti. Yo'q deb turamiz. Mana bizda обменный planimiz bo'ldi. Endi buni JPEG qilmoqchi bo'lsanglar, PDF bu JPEG qilib turib, saytda shu I love PDF bor, shunga kirib turib, misol uchun qilib konvertatsiya JPEG qilib yukla olsak bo'ladi. Mana. Keyin shuni tashlaymiz gruppaga. Xohlasanglar o'rtoq oilaga tashlanglar. Ular ham o'rgansin kirib. Qilib обменный planni sizlar bilan tugatib oldik. List to'g'irlab qo'yamiz. Shu bilan hammasi joyida bo'ladi. Buguncha shular. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar.